boringlar. Bu jonni bir kun so'rab keladigan kun bor, birodarlar. Ustozimiz ilm suhbatini odobi haqida gapirdilar. Uni eshitmagandek harakat qilyapmiz. Bobur Ravshan aka şu ovqat suzishlarni to'xtatsin, choy berishlarni to'xtatsin, o'rtada harakat qilayotganlar o'tirishsin. O'tiringlar, eshitinglar. Inson olishligi mumkin bo'lgan ikkita ozuqa bor. Biri ruhiy ozuqa, ikkinchisi nafsoniy ozuqa. Mana bu dasturxon bizning nafsoniy ozuqamiz. Dasturxonimizda muntazir turibdi, buni hech kim bizdan tortib olib yeb qo'ymaydi. Bizniki shu, Xudo xohlasin.